Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz sistit bo'ladi. Ya'ni bu ko'pchilik ayollarning orasida keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. O'zi qanaqa belgilar bilan namoyon bo'ladi va buni uy sharoitida qanaqa dori vositalari bilan yoki bu sistitni oldini olish uchun qanaqa profilaktik vositalar ishlatilsa bo'ladi. Video davomida shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Demak, sistit kasalligi bu qovoqning o'tkir yallig'lanishi hisoblanadi. O'tkir sistit. Ya'ni bunda yallig'lanish asosan bakteriyalar hisobida bo'ladi. Bakteriyalardan eng ko'p siydik yo'llarida yallig'lanish, shamollash holatini chaqiradigan bakteriya bu Escherichia coli degan ichak tayoqchasi hisoblanadi. Odatda sistit kasalligi qanaqa namoyon bo'ladi? Siyganda achishish, og'riq, qovoq sohasidagi og'riq, hojatga kirib bo'lgandan so'ng siydik qolib ketish hissiyoti, ayrim holatlarda infeksiya kuchli rivojlangan bo'lsa 37 gradusga yaqin birozgina tana harorati ham ko'tarilishi mumkin. Lekin agarda yuqori tana harorati bo'ladigan bo'lsa, demak bu yallig'lanish, shamollash holati buyraklarga o'tganligidan dalolat beradi. Ayrimlarda sistit gemorragik tarzda ham ketishi mumkin. Bu degani siygan paytda e'tibor qilinsa, loyqa siydikdan tashqari siydikning rangi qizg'ish holatda ham bo'ladi. Ya'ni bu qovoqning ichki shilliq qavatini o'tkir yallig'lanish hisobidan tomirlar u yerda yoriladi va buning natijasida ulardagi qon siydikka ajraladi va buning natijasida siydik rangi qizg'ishlashadi. Demak, agarda yuqoridagi belgilar sizda namoyon bo'lsa, demak sizda o'tkir sistit holati rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Bu holat ko'pincha ayollarda kuzatiladi. Nima uchun? Erkaklarda sistit kasalligi kamdan kam bo'ladi yoki kuzatilmasligi mumkin. Sababi ayollarda siydik yo'llarini uzunligi kalta bo'ladi va ularning diametri erkaklarning siydik kanaliga nisbatan birozgina kengroq bo'ladi. Shuning uchun ham kalta siydik yo'lidan tezda turli xildagi bakteriyalar qovoqning ichiga kirishi mumkin va buning natijasida yallig'lanish keltirib chiqarishi mumkin. Sistitda asosan uy sharoitida nimalar qilsa bo'ladi yuqoridagi holatlarni bartaraf etish uchun? Sistitni davolash standartida o'zi eng birinchi navbatda bakteriyalar hisobidan rivojlanganligi uchun ham o'sha ko'pchilik bilgan fosfomitsin sostavli parashoklar manural bo'lishi mumkin. Shu parashoklarni kechqurun yotishdan oldin qovoqni bo'shatib, suvga eritib ichiladi. Faqatgina to'g'ridan to'g'ri antibakterial preparat hisoblanadi bular. Buni ichish unchalik ham tavsiya qilinmaydi. Sababi albatta iloji boricha shifokor ko'rigida bo'lib, agarda sistit, ya'ni qovoqning o'tkir yallig'lanishi aniqlanadigan bo'lsa, davolanishdan oldin umumiy siydik tahlili topshirib va bundan tashqari sistitni asoratli surunkali holatga o'tmasligi uchun siydikdan bakpasev ekmasi ekib, ya'ni qanaqa infeksiyalar hisobidan qovoqni yallig'lanishi kechyapti va unga qanaqa dorilar ta'sir qilishigacha aniqlab beradi. Shu tahlillarni bajarilgan holatda agarda davolash amalga oshirilsa, bu kasallik asoratlanmasdan, surunkali holatga o'tmasdan tezda o'sha yaxshi bo'ladi bemor. Ayrim holatlarda ko'pincha ayollarimiz tarafdan levofloksatsin, levomak, turli xildagi antibakterial preparatlar, metrendazol, metragil, kapelnitsalar olinadi. Aslida bu sistitni davolash uchun o'ta noto'g'ri usul hisoblanadi va bu preparatlar sistitni davolash standartiga kiritilmagan. Faqatgina kasallikni keyingi safar qo'zigan paytda uni davolashni qiyinlashtirishga olib keladi va qovoqdagi bakteriyalarni turli xildagi antibiotiklarga ta'sir qilish imkoniyatini yo'qotib qo'yadi va buning natijasida bemorda sistit holati oddiy davolanishi mumkin bo'lgan kasallik surunkali holatga o'tishi mumkin. Shuning uchun ham tartibsiz preparatlarni ichilmagan ma'qul va sistit holatida birdaniga turli xildagi antibakterial preparatlarni ukol yoki har xil kapelnitsa variantida olinishi ham tavsiya etilmaydi. Odatda bular to'g'ri tanlangan antibakterial preparatda oddiy parashoklar yoki tabletka fonida ham yaxshi bo'lishi mumkin bemalol. Endi tabiiy vositalardan uy sharoitida nima qilinishi kerak? Agarda sizda yuqoridagi siyganda achishish, og'riq, qovoq sohasida og'riq, siydik rangining xiralashishini sezsangiz, avvalo imkoniyat bo'lsa to'g'ridan to'g'ri birdaniga urolog tavsiyasini olib davolanganingiz ma'qul hisoblanadi. Agarda bu imkoniyat ayrimlarda bo'lmay qolishi mumkin, bunaqa paytda nima qilsa bo'ladi? Birinchi navbatda
ko'p miqdorda suyuqlik ichish kerak, chunki har safar tez hojatga borilganda qovoqni ichidagi shilliq qavati hamda turli xildagi bakteriyalardan siydik o'zini o'zi yuvib tozalay boshlaydi qovoq. Ya'ni bu suyuqlik iloji boricha iliqroq, issiqroq suyuqlik iste'mol qilinishi kerak va albatta diyetaga rioya qilinishi kerak. Achchiq, sho'r, gazlangan, qovurilgan mahsulotlarni cheklash kerak. Turli xildagi sitrus mevalarni ham. Bular qovoqni shilliq qavatini ta'sirlantirishga olib keladi va kasallikni yanada og'irroq holatga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. O'zingizni sovuqdan asrashingiz kerak. Ya'ni iloji boricha oyoqlarni issiq saqlagan holatda qovoq sohasida ham iliqroq bo'lgan turli xildagi vanichkachalarni yoki ma'lum bir baklashkalarga iliqroq bo'lgan suvlarni qo'yishingiz orqali undagi spazm og'riqlarni kamaytirishingiz mumkin hisoblanadi. Tabiiy vositalardan sistitda nimalarni iste'mol qilsa bo'ladi? Masalan, ko'pchilik fitarizinni iste'mol qiladi, kanifron, uralisan, turli xildagi preparatlarni iste'mol qiladi, lekin bularga nisbatan men tavsiya qilardim klukva yoki cranberries deb yozilgan bo'ladi. Aynan klukvani turli xildagi dozalarda chiqadi. Bitta tabletkadan bir mahal yoki bitta tabletkadan maksimum 2 mahalgacha iste'mol qilinsa, qovoqdagi turli xildagi bakteriyalarni tabiiy antibakterial preparat sifatida tozalab beradi va qovoqni shilliq qavatini mustahkamlab, yuqoridagi bakteriyalarni qovoqda o'tkir yallig'lanish, shamollash keltirib chiqarishni yo'qotib beradi. Ayrim holatlarda bemorlarimizga shunaqa tavsiya qilamizki, agarda ayol kishi sistit bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha jinsiy aloqa to'xtatilishi tavsiya qilinadi, chunki yallig'lanish fonida o'sha jinsiy yo'llarda ham yallig'lanish erkak kishiga zararlanishi mumkin va keyinchalik ayol davolangan taqdirda ham eri tomonidan yuqoridagi turli xildagi bakteriyalar bilan yana qayta zararlanishi mumkin. Agarda sistit tez takrorlanib tursa, uzoq vaqt davomida yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, demak bunday sistitni turini aniqlash kerak bo'ladi. Ayrim holatlarda ayollarda interstitial sistit bo'ladi, ya'ni bu autoimmun kasallik hisoblanadi. Organizmdagi o'zini immuniteti qovoq devoriga hujum qilish natijasida fibrozli turli xildagi yarali o'choqlar paydo bo'ladi va bu qovoqni to'liq kengayishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, qovoqda 100 gram, 150 gram siydik bo'lsa ham tez hojatxonaga borishga chaqirishi mumkin. Ayrim ayollarda ko'pincha holatda postkoital yoki retsidivlanuvchi sistitlar ko'p uchraydi, ya'ni bu har jinsiy aloqadan keyin sistit kasalligi ularda qo'zib qoladi. Bunday holatda albatta erkak kishidagi shamollash infeksiyalarini ham inobatga olib tekshirilgan holatda er-xotin birga davolanishi kerak bo'ladi va bunday postkoital aloqadan keyingi sistitlar yoki retsidivlanuvchi qayta sistitlarni davolash 5 kun, 6 kun, 7 kun ichida birdaniga to'liq davolab yuborishning imkoniyati yo'q. Iloji boricha terapiya uzoqroq davom etadi va albatta terapiya davom etishidan oldin aynan bu sistit kasalligini qanaqa bakteriyalar chaqiryapti, shularga tanlagan holatda yallig'lanishga qarshi antibakterial yoki turli xildagi o'simlik asosidagi preparatlar beriladi. Ayrim holatlarda agarda bakteriyalar aniqlanadigan bo'lsa, masalan, Escherichia coli ichak tayoqchalari, bunaqa holatda sistitni oldini olish uchun ham turli xildagi tabletka variantida yoki ukol variantidagi vaksinalar ham mavjud hisoblanadi. Ya'ni bu kasallikni tez takrorlanishini oldini oladi va yana tavsiya etamizki, sistitni davolash profilaktika standartida, ya'ni bu kasallikni yana qaytalanmasligi uchun demannoza degan preparat mavjud hisoblanadi. Bu antibiotik ham emas, yallig'lanishga qarshi preparat ham emas. Ya'ni bu preparat qovoqni shilliq qavatini tiklanishiga yordam beradi. Qovoqni shilliq qavat tiklangandan so'ng unda to'liq bakteriyalar kirib olib, qovoqni ichida yallig'lanish chaqira olmaydi va bu preparatlar kerak bo'lsa 2 oylab, 3 oylabgacha ichilishi zarur hisoblanadi. Postkoital sistitlarda esa har aloqadan keyin albatta ayollar turli xildagi preparatlar bilan profilaktik dorilarni ichishi zarur hisoblanadi. Agarda bular ichilmagan holatda yana qaytadan sistit qaytalanishi mumkin. Ya'ni uzoq vaqt davomida tez takrorlanib turadigan ayollarda remissiyaga erishishga harakat qilinadi. Ya'ni 5 kun, 6 kun, 7 kun dori ichib bu kasallikdan to'liq qutulib ketishning imkoniyati yo'q. Ya'ni surunkali sistit, qaytalanuvchi sistit holatlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, ayrim holatlarda
kasallikni tekshirib ko'rilganda sistitni sababi tuberkulyoz ham bo'lishi mumkin. Ayrim ayollarda o'sha tuberkulyozli infeksiyani rivojlanishi natijasida qovoqni tuberkulyozni zararlanishi natijasida sistit bo'ladi. Bunda analizlarda oddiy preparatlar bilan bemor yaxshi bo'linmaydi va bunaqa paytlarda tuberkulyozni istisno qilish uchun oddiy siylikdan tuberkulyozga PCR analizi topshirilishi mumkin. Agarda tuberkulyoz aniqlanadigan bo'lsa, bunaqa sistitni davo choralari umuman boshqacha olib boriladi. Ya'ni bu fizio-urolog tomonidan amalga oshiriladi. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, preparatlarni ichayotganda ma'lum bir tabiiy preparatlarni ichishga harakat qilishingiz kerak va tabiiy vositalardan foydalanishga harakat qilishingiz kerak degan turli xildagi tavsiyalar kelib chiqadi. To'g'ri, bu tabiiy vositalar sizga yordam beradi, lekin albatta bu yerda shifokor ko'rigi zarur hisoblanadi. Agarda bu kasallik surunkali holatga o'tib qolsa, yuqorida aytib o'tgan tabiiy vositalarimiz ham umuman foyda qilmaydi. Kerak bo'lsa, ayrim bemorlarda boyagi aytganimizdek sistit uchun, bakteriyalar uchun turli xildagi vaksina preparatlarini qo'llagan holatda ham organizmni o'zini immuniteti o'sha bakteriyalar bilan kurashib kasallikni yengib chiqishi mumkin. Ayrim holatlarda sistitning yuzaga kelishi ginekologik muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda oddiy masalan tahorat qilayotganda xatoliklar, ya'ni birinchi orqa taraf tahorati olinib, keyin oldin taraf qilinganda ham orqa tarafdagi o'sha aytganimizdek ichak tayoqchasi bakteriyalari siydik yo'liga tushib, siydik yo'lida o'tkir yallig'lanishli holatlarni chaqirishi mumkin bo'ladi. Lekin mana shularni hammasini inobatga olgan holatda profilaktikasi agar yuqorida aytilgandek amalga oshirilsa, ko'p miqdorda suyuqlik, yuqorida aytganimizdek klukvani soki yoki tabletka variantlari ham bor, yoki demannoza kabi preparatlar profilaktik maqsadda ichib yuriladigan bo'lsa, bular yuqorida aytgandek muammolarga olib kelmaydi. Demak, shuning uchun ham agarda sistit holati o'tkir holatda kuzatildimi, albatta birinchi navbatda urolog tavsiyasi bilan to'liq oxirgacha davolanishi kerak. Bu kasallikni surunkali holatga o'tkazmaslik uchun. Keyin shunaqangi holatlar bo'ladiki, ish jarayonida yosh kelinchaklarda ko'pincha holatda defloratsion sistit uchraydi. Ya'ni qizlik pardasi olingandan so'ng taxminan 80-90% o'sha kelinchaklarda sistit kasalligi kuzatiladi. Bunaqa holatda ko'pchilik holatda e'tiborsiz qoldiradi va bu sistit kasalligi boshlangandan birdaniga vrachga murojaat etib, bu sistit kasallikni bartaraf etish kerak. Nima uchun? Chunki ayrimlarda o'sha qizlik pardasi olingandan so'ng birinchi oyning o'zida homiladorlik kuzatilishi mumkin. Agarda shunaqangi og'ir bemorlarni ko'ramizki, sistit boshida to'g'ri davolanilmagan, umuman e'tibor qilinmagan bemorlar tarafidan bemor homilador bo'lgandan so'ng bemorda o'sha sistitni davolamaslik natijasida infeksiya buyraklarga ko'tarilib ketib, buyraklarda o'tkir shamollash holatlarini chaqirgan va yuqori tana harorati bilan murojaat etadi va bu o'tkir pielonefrit holatda iloji yo'q, kuchli antibakterial preparatlar qilinmasa kasallik to'liq tuzalmasligi mumkin. Kuchli antibakterial preparatlar bolani 12 haftasigacha mumkin emas. Unda turli xildagi teratogen ta'sirlari bo'lishi mumkin. Lekin agarda yuqoridagi kasallikni davolamasa ham bolaga turli xildagi asoratlarni berishi mumkin. Shuning uchun ham birinchi homiladorlikda turli xildagi asoratlar bo'lmasligi uchun albatta yosh kelinchaklarda birinchi o'sha siyish bilan bog'liq muammolar boshlandimi, ular to'g'ridan to'g'ri shifokorga murojaat etib, oddiy o'sha CD tahlili topshirib, shunga o'sha dori-darmonlarni yozdirib, kasallikni tezroq boshlangan paytda uni bartaraf etilsa, keyinchalik ularni umri davomida turli xildagi asoratlarni bermaydi. Demak, shuning uchun ham aynan bu mavzuyimiz ayollar uchun bo'ladi. Ayollar albatta yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Yuqorida o'zingizda shikoyatlar kuzatilsa, to'g'ridan to'g'ri urolog shifokorga murojaat eting. Qanchalik vaqtni o'tkazishingiz kasallikni shunchalik davolash qiyin holatiga olib keladi. Mavzuyimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz.